Assalomu alaykum barchaga chorva olami obunachilari hamda bo'g'oz ishqibozlari. Mana bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan har doimgidek o'zimizning xonadondan sotilgan mollarimizni ko'rsatishlikda davom etyapmiz. Hafta kuniga shanba 2026-yil 7-mart sanasidamiz akalar. Kecha 6-mart kuni bu molimizni sotuvga qo'ydik. Mana sotildi Namangan Noringa. Bo'yi 1.15, 4 oylik bo'g'oz, tagida suti ham bor. Xo'p, bu molimizni akalar Namangan Noringa 18 millionga sotdik akalar. Hajjar. Otga o'xshaydi, otga. Mana ko'rib turibsizlar akalar. Yeb ichishi zo'r, tani joni sog'lom, aybi nuqsi yo'q. Shu molimizni 18 millionga Namangan Noringa sotdik akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har doimgidek mana o'ralgan mashinada akalar. Kimga shunaqangi bo'g'oz mollar kerak bo'lsa 95 059 33 36 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Hamma turidan bo'g'ozlarda bor. Sizlar istagan turidan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.